Marasimning ustidagilar bilan ostidagi bir guruhga tutishib qolsa, jangga tushib qolsa, qaysi taraf yengasilarcha. Ustidagi tarafga qarasak, Joanki birinchi Batur, Lübu, Dianwei, Pangdo, Shuchu, Yelyanlar bor ekan. Ostidagi bo'lsa, hammamiz tunishliq 5 yo'l bosangun. Unda esa bu ikki guruhga jang qilib qolsa, robro tutishib qolsa, 200 metrdan jang qilib qolsa, qaysi taraf yengar? Unda osmon tahlil qilib baqamdiq. Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni guanji qilib birdan yaxshi yurak berib, filmning davomida diqqat qilinglar. Albatta, o'z ko'z qarashinglarni hozirning o'zida filmchiga o'tirib qo'yib baqsanglar bo'ldi. Unda bu rasm qaraydigan bo'lsak, ko'pinchalarning tunjoq o'ylaydigani ustidagi taraf yengishi mumkin. To'g'ri, chunki Lübu bor. Lübudan keyin Dianwei bor bu yerda. Dianwei mi oldingi 3ning ichida. Endi bu yerga qolgan Pangdo, Yanliang, Shuchularmi hargizmi bo'sh emas. Aslidagi 5 yo'l vastan odamda bakarak tunishib. Bulan biraqli 5 ga 5 qo'yib bersak, kimning kim bilan tutishib ketishini o'ylashim qayfolasida ehtimollikning ustidagi guruhida ekanligi aniq. Bo'lib bu Lübu va chunki bu yerda, to'g'rimi? Lübu, Sayyingjan Lübu, 3 qahramon Lübular erishib yengamagan nasl ostidagi bu yerga Guayu bilan Zhangfei ikkisi bir bo'libmi? Buni yengamagan. Lübuniki bu alam martijatda tangbassiz ekanligini bilamiz jahondagi birinchi Batur. Jangning 9 rang birsi jang debdika. Ondan bu yerda bir tadbir bilan 5ni 5 ga tutishtirgan bo'lsin. Tadbir bilan jang qilib qolsaqchi. Men o'zimning bir tadbirini o'tirib qo'yib baqay. Men o'zimni Jugulyanning o'rnini qo'yib, ma 5 yo'l vasini ishiltib, bir tadbir qo'yib baqay. Birinchi bo'lib bu yerda Lübu eng olqili qalqa bayadık. Lübuni yengamagan taqdirda 200 marta yengilib qolmay turib, jang qila olish kerak, Lübuni tutib turish kerak. Qaqallar bika bo'lsa, tang yo'qitimiz mago'yni. Shuning uchun unda bu Lübu bilan 200 marta tutish uchun faqat va faqat Zhangfei, Zhang Yidolar buni qila oladi ham amaliyotda isbotlagan. Xulaganda 50 marta tutishgan. Uning kayni Shuju baliqda dastlab 100 marta, keyin 100 marta uda necha qitim tutishgan. Hem Lübudan birdan bir qo'rqmaydigan, qayt tillab tura oladigan ushurg'uliq qul deb adam Zhangfei. Endi bu payg'ambarlik o'rnini emas, amaliy jangda isbotlay olgan. Shuning uchun bu yerdagi Zhangfei'ni Lübu bilan yakmak tutishtirsak, 200 marta yengish ayrilmay jang qila olishi tamamen mumkin. Lübu bilan mashq ketdimi? Unda esa bu yerdagi Dianwei payg'ambardan Yili Arjao sen Dianwei'da ba'zi 3 ga, ba'zi 2 ga tizilib qoldi. Endi bu yerdagi Zhaozulong Malaning orasida undaq yakmak tutish baxmagan. Lekin bu payg'ambarning ikkinchi o'rinda. Shuning uchun Zhaozulong bilan Dianwei tutishtirsak, meningcha yengish ayrilmay 200 marta jang bo'lishi tamamen mumkin. Qilib Zhaozulong bu vaqtida o'lib ketmaydi Dianweining qo'lida meningcha. Unda esa Zhaozulong bilan Dianwei ketdi. Endi bu yerdagi Ma Chao bilan Shuchuning jangi hammamizga ayon. Bu 200 marta tutishib yengish ayrilmaydi. Ma Chao bilan Shuchu ketdi. Endi bu yerdagi munofiq g'alt Pangdo Guayu mashtaqtillaydi-ku. Endi meningcha Pangdoga yashangan sangun Huangjongni salsak 200 marta tutish olish tamamen mumkin. Chunki bu yerdagi Guayu Huangjong bilan tutishib 100 marta tutishib yengish ayrilmagan. Pangdo bilan shundaq tutish olgan. Unda esa Huangjongning marti Pangdo bilan tangdash bu ikkisi bardor shamchari shiltidi. Bu jihatda Huangjong Pangdo bilan tamamen tang tura oladi. Endi Pangdo yushurni o'qqasichu Huangjongmi bo'sh emas, Beifabeyjong ma yashangan qayerning o'qiyamardi. Demak, bu jihatni epetgan vaqtda Huangjong eng loyiq Pangdo bilan urushqa. Bu ikkisini yengish ayrilmay tuttursinmi, Yelliang bilan Guayu qoldi. Nimish qilmoqchi o'g'limni bildinglar, eng oldida Yelliangni yo'qitib atmoqchiman bu yerda. Yelliangni o'z vaqtida Guayu bir martamlik qallisini olgan Baymat muasirda. Undasi bugun Yelliang saqtudi, o'zining martini ishga solaldi desakmi, 50 martam ichida Guayuning Yelliangni o'ldirib atalishi tamamen mumkin. Yelliang o'ldimi? Unda esa birsini yo'qotdik Guayu orqali. Endi Pangdo bilan Huangjong tutishyapti. Guayu Pangdoga bak o'sh. Unda esa darhol Pangdo hujum qilamiz endi. Pangdoga Guayu'ni tang chiqiramiz. Chiqargandan keyin Pangdo o'ldi bu yerda. Huangjong bilan Guayu bor. Endi shunlar bu jangni davomlashtirish uchun bu yer Huangjongni Zhangfei'ga yordamlashga avatimiz. Zhangfei bilan Huangjong birlikda Lübu bilan urushib turdi. Demak, bayat yaqin navada Zhangfei yengilib qoladigan bo'lsa, Huangjong kelgandan keyin endi Lübu bilan davomli yakmak tutish oladi. Guayu'ni darhol Ma Chaoning qishqi yordamga avatib, bu yerdagi Shuchuning qallisini avatimiz. Shuchu tugidi. Jangmiya keldimi? Hozir endi Zhaoyun bilan Dianwei 200 marta tutishyapti. Ma Chao'ni darhol mishaga avatimiz. Demak, Ma Chao bilan Zhaoyun ikkisi birlashsa Dianwei'ni tamamen o'ldirib atalaydi. Endi Guayu'ni Lübuga davomliqqa avatdik.
Demek endi bu vaqtingizda Lübu, Guayu, Zhangfei, Huangzhong 3 tang chiqdi. Ma 3 birlashib chiqib qolsa, Lübuning kalsini tamamen ala oladi. Navada texichi ep bulamdi degan taqdirdimi, Ma Chao bilan Zhao Yun Dianweining kalsini ep bulib maya kirdi. Shundan Lübuni tamamen o'ldirib oldik degan gap. Demak, Kamini Zhuge Qadining bu tadbiri bilan bizning 5 yo'l bosanğının hammasi hayot oldida bir sim o'lib ketmay, balkim yaralangandir. Üstüdeki bəşəylərini tamamen yengdik degan gap. Onda olsa, sizlarning qanday tadbiringlar bor? Ko'ngilchi qoldirib beqinglar. Endi bu yerda 5 yo'l bosanğın haqiqatda 3 parçalık haqida qissa dəbimiz yoqtirilgan eng dangdar salmğullar. Əsərdimi bularning botirligi eng ko'p yozilgan. Televiziya teatrida eng ko'p chiqdi. Shuning uchun bu yerda 5 yo'l bosanğın degan mazmunni men ayrim so'zlab, Guayuning eng jiq o'qish 2 qism chiqib ketdi, jami 7 qism mazmun. Mush 5 yo'l bosanğın to'g'risida bir tafsiliy anglab baqay qachon tug'ildi, qachon o'ldi, bularningki muhim janglari, botirligi qatorisi deganlar, ma mazmunni anglab baqsanglar chuqur bir puxadan chiqisizlar. Qadi kitob darsxonasida bor, qadi kitob 1 deb yazsanglar salon chiqdi. Hamshadil darsxonaga kirib anglasanglar bo'ldi. Endi bu salonni topolmay qolsanglar, qadi kitob deb pingincha yazsanglar, unidarim chiqdi. Unidardan darsxonaga 5 yo'l bosanğın deb so'rasanglar, sizlarga avatib bersam bo'ldi. Anglab beqishga tamamen arziydi. Ko'pchilik rahmat.